Assalomu alaykum Qirg'iziston xalqi. Qirg'iziston xalqiga yana bir bor respekt. Addushi qoyil qoldik. Nimagaki, o'tgan safar bir otaxonning pulini o'g'irlab ketganda mol bozorda xalq sirazi pul joyida yig'ib bergandi. O'shanda o'zi video rolik qilgandim. Addushi молодец, qoyil qoldik. Yana bir bor shunday holat takrorlandiki, Qirg'izistonda mol bozorda bir mashina yonib ketdi. Bir insonning mashinasi yonib ketdi mana. Shunda yonib ketgan mashinaga xalq yana shu mol bozorda shunday yig'ilyapti-da, pul yig'ib beryapti. Hamma pul tashlayapti shu otaxonga. Shunchaki tashlab qo'ygani yo'q. Chunki bu bir tasodifiy holat, barchamizning boshimizda bo'lishi mumkin. Shuni nazarda tutgan holatda shu Qirg'iziston xalqi birlashib sirazi pul yig'ib beryapti. Addushi Qirg'iziston xalqi respekt. Addushi qoyil qoldim. Alloh rozi bo'lsin mana shunday ishlarni boshlagan insonlardan. Qirg'iziston xalqiga bo'lgan muhabbat yanada Hamyurtlarimiz diqqatiga. Endi siz Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar shaharlaridan O'zbekistonga yoki bo'lmasam O'zbekistondan Rossiyaga, hattoki dokumentsiz bo'lsa ham ishonchli, arzon va qulay Maftunopa boshchiligida yetib olishingiz mumkin. To'liq ma'lumotlarni esa ekranda ko'rib turgan raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin. Shu bilan birgalikda Moskva, Sankt-Peterburg, Moskva taksi xizmatlari ham har kuni sizning xizmatingizda bo'ladi. Granitsaga kirdi, chiqdi xizmat ham mavjud. Hozirroq murojaat qiling, xizmatga kafolat beramiz.